Ana endi konsertga bora olmadik, bilet ola olmadik deb g'am yemasalaringiz ham bo'ladi. BTS haqida eng so'nggi yangiliklar. Ikkinchi qiringina bo'lib uxlab yotgan paytimizda Netflix bizga bomba tashadi. Agar tikka turgan bo'lsangiz, eslashda o'tirib oling, chunki yiqilib ketishingiz ham mumkin. Ma'lum qilinishicha, 21-mart kuni Koreya vaqti bilan soat 8 da Arirang turining birinchi konserti desak ham bo'ladi, ya'ni 4 yil mobaynida ilk bor BTSning barcha memberlari bitta sahnaga chiqishadi. Va bu konsert butun dunyo bo'ylab Netflix tomonidan ko'rsatiladi. Kimga agar Netflixning obunasi bo'lsa agar, bemalol konsertni boshidan oxirigacha ko'rish mumkin. Agar kimda yo'q bo'lsa agar, uni ham ilojini topamiz. Если что, Telegram kanalimga barcha videolarni topib tashlashga harakat qilamiz. Qolmaysizlar, g'am yemanglar. 27-mart kuni esa BTS haqida hujjatli film chiqadi. Ya'ni aynan Arirang turiga tayyorlanish jarayoni, tayyorgarlik jarayonlari bitta hujjatli film qilib chiqariladi. E'tibor qilgan bo'lsalaringiz, Ezenam, Jon yoki boshqa memberlarning Instagram storylarida o'sha repetitsiyadan olingan kadrlar qo'yilganda, u yerda kameralar bor edi. O'sha kameralar menimcha aynan shu film uchun edi. Demak, yo'qolib qolishgan bo'lsa-da orada, buni biz ming barobar qilib qaytib olamiz. Maza qilib hujjatli filmni ko'rib. Endi konsertga bora olmayapmiz deb g'am yemasak ham bo'ladi. Sizlar tasavvur qilyapsizlarmi? Martning kuchini tasavvur qilyapsizlarmi? Bahorning kuchini bilmayman. Nima bu 21-mart Arirang albomi premyerasi bo'ladi. 21-mart ilk konsert bo'ladi. 27-mart hujjatli film chiqadi. Oh my god. Ko'pchilik bu narsani aynan Hayit ayyomi bilan Hayitga sovg'a sifatida aytishyapti. Mana o'sha 20-martda chiqadigan BTS albomi muslim armiyalari uchun sovg'a deyishyapti. Ammo o'ylashimcha buni BTSga hech qanaqa aloqasi yo'q, ammo o'zimiz uchun shunday deb qabul qilsak bo'ladi. Va o'zbeklar orasida esa aynan 21-mart konsert bo'lishi ham Navro'z bilan birga nishonlab yuboramiz. Shunaqa gaplar. Eng so'nggi ma'lumotlarni yetkazib yubormaslik uchun esa menga va meni Telegram kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Hozircha shu edi. Hammaga annyeong.